Assalomu alaykum. Albatta siz ushbu videoni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, marhamat. Suriyada men gapni qisqa qilaman, uncha ko'p vaqtim yo'q. Latakiya postidan o'tganman, meni qamashgan, 1 sutka qamoqda turdim. Mana qamoqxona, sim to'siqlar bilan o'ralgan hamma yo'q. Orqamizdan yurdida, hozir orqamdan bitta, oldimdan bitta mana nimalar ketyapti. Ortimizdan hayda deyapti. Hozir o'ngga chapga agar yuraveradigan bo'lsa, otamiz deyishgan. Suriya ko'chalaridamiz. Endi albatta bu videoni oxirigacha qo'yishligimiz shart emas, qisqa qilib aytaman. Agar to'liq ko'rmoqchi bo'lsanglar, akani o'zini sahifasiga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Lekin ko'plagan shu birodarlarimiz tashlab, akamiz shu Suriyaga boribdi va qamalib qolibdi va chiqibdi, hozir shunaqa bir qiyin ekan ahvoli degandan keyin ozgina izlandim va videoni ko'rganimdan keyin aka Suriyada emasligiga amin bo'ldim. Va bu narsani bugun sizlarga ko'rsatib, ba'zi bir mulohazalarni qilib o'tmoqchiman. Albatta men akani videosidan xato izlab, uni akaga raddiyalar qilib, u aka orqali bir narsalarga erishmoqchi emasman. Lekin aka urg'u bermoqchi bo'lgan ba'zi masalalar bor, o'shalarni keyin videoni oxirida ochib beraman. Ungacha aka haqiqatdan Suriyadami yoki Suriyada emasmi? Suriyaga o'zi kirdimi? Aka yolg'on gapiryaptimi? Bu narsani isbotlab, faktlar bilan keltirib beraman. Va shuning uchun ham videoni oxirigacha ko'ring. Avvalida ushbu mashinalarga e'tibor beramiz. Bu mashina Iroq politsiyasiga tegishli mashina. Buni ozginadan keyin faktlar bilan keltiramiz. Undan keyin esa ushbu mashina raqamiga e'tibor beramiz. Bu Iroq davlatidagi mashinalarning raqamidir. Bu esa Suriyaning mashina raqamlari. Endi esa mana bu politsiya xodimiga e'tibor beramiz. Bu politsiya xodimi o'z og'zi bilan Falluja deb turibdi. Ya'ni Iroqning Falluja shahri. Lekin akamiz Suriyaning chiroyli joyi bor ekan deb yana xalqni aldashga urinyapti. Suriyani mana chiroyli joylari bor ekan. Va yana politsiya xodimining ko'kragidagi davlat bayrog'i ham Iroqniki. Buni menimcha hamma yaxshi biladi. Va yana bu yerga nima deb yozilgan deb o'ylaysiz? Najdah politsiyasi. Mana o'sha Iroq Najdah politsiyasi. Mana o'sha Iroq politsiyasiga tegishli mashina. Biz boshda ko'rgan mashina ham xuddi shu mashinadan edi. Suriyaning politsiyasi esa mana bunday rusumdagi mashinalardan foydalanadi. Endi esa sayohatchi Abuning videosi Suriyada emas, Iroqning Falluja shahrida olinganligiga boshqa dalillarni keltiramiz. Mana bu aka Suriyada deb atagan, lekin aslida Iroqning Falluja shahrida bo'lgan temir ko'prik hisoblanadi. Yana boshqa dalillardan biri mana bu yo'l chetidagi stalbalarga e'tibor bering. Hammasi bir xil. Va aynan mana shu suratga e'tibor bering. Sayohatchi bu taqriban mana shu yerda video olgan. Bu esa uni ortidagi siz ko'rgan joy. Va yana mana bunday usti yopiq o'rindiqlar ham bu video aslida Falluja shahrida olinganligini ochiqdan ochiq isbotlaydi. Yomon emas. So'zimning oxirida bir narsa aytmoqchiman. Nima maqsad bunday videolardan? Hali Suriyaga kelmasdan turib, Suriya haqida bir musulmonlarni bir davlati endi bir zulmdan ozod bo'lgan musulmonlarni davlat haqida bunaqa bir yolg'on gapirishlikdan nima maqsad? Bunaqa bir bo'xton to'qishlikdan nima maqsad? Xuddiki bu yerni bir terrorchilar davlati qilib ko'rsatishlikdan nima maqsad? Hozir o'ngga chapga agar yuraveradigan bo'lsa, otamiz deyishgan. Vahobiylarni qara, Allohu akbar. O'z auditoriyangizni aldashmi? O'z xalqingizni aldashmi? Yoki shuni muqobilida mana shunday hayplar bilan, yolg'onlar bilan yosh bolaga o'xshab o'z xalqingizni aldashmi? Yoki auditoriya to'plashmi buning ortidan? Buni men bilmayman. Yoki kimlarnidir zakasimi bu? Yangi Suriya hukumatini terrorchi davlat qilib ko'rsatib berishlik. Albatta o'z fikringizni izohlarda qoldiring birodarlar. Lekin bir narsani bilaman, bunday yolg'onlar bilan insonlarni aldashlik va insonlarga butun boshli musulmonlarning davlatiga bo'xton to'qishlik, tuhmat qilishlik bu dunyoda ham, oxiratda ham yaxshilikka olib kelmaydi. Lekin sizlarga bir xushxabar aytaman. Juda ham ko'plagan birodarlarimiz Suriya haqida katta bir qiziqish bilan qarayapti. Mana shundan foydalangan ba'zi bir shunga o'xshagan shaxslar bundan yomon niyatda foydalanyapti. Va yaqin kunlarda Fajr TV bilan birgalikda yangi bir loyihaga qo'l urganmiz. Inshaalloh mana bu Suriyani yaqindan sizlarga tanishtirishlikni maqsad qilganmiz. Albatta inshaalloh xalqimizga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Va tez kunlarda biz mana bu video jarayonlarini tasvirga olishlik uchun yo'lga chiqib ketamiz.
Albatta biz bilan birga bo'ling, bizni qo'llab-quvvatlang. Alloh taolodan haqqimizga duoda bo'ling. Alloh taolo barchalardan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum.